Chunki men talaba bo'lganman, $70,000 kartamga haydayman deganda studentskiy kartaga SBI State Bank of India degan bankdan menga chaqirib, kimdir senga nimada qanaqa problema bitta tashuramiz. O'zim shaxsan Germaniyaga, Italiyaga, Polshaga, Turkiyaga 2-3 martadan borib, bu kompaniyaga sanksiya jo'natmaydigan qilib qo'yishgan. 3 oyda 350 ta sotuv. Zo'r gap yo'q. Nechta jo'natasizlar oyiga? Bizda Toshkentdagi pokazatelimiz hozir уже may oyidan sotuvlarni boshladik ham. Chunki bizning sezonli edi. Navoiydagi o'tgan sotuvlarimiz bitta sezonga 30 ta sotuv qilganmiz viloyatda o'zida. Hozir shu yil may oyidan yana sotuvlar boshlandi. Men xohlagan rezultat yo'q. Nechta sotuv xohladingiz? Bizda marketing jamoa bilan plan qilgandik, 3 oyda 350 ta sotuv. 3 oyda 350 ta sotuv. Hozir qancha bo'lyapti ketish bo'yicha? Hozir konversiya 1% dan emas. 1% dan emas. Okey. Yaxshi. Yashili, demak, G'anishira. Da. Yoshingiz? 23 da. 23, qoyil, yaxshi. Chet elga o'qishga jo'natasizlar? Shunaqa. Tur firmamiz ham bor, u уже yaxshi yurib ketdi. Gap yo'q, yaxshi. Necha yildan beri faoliyat yuritasizlar, chet elga jo'natishdimi? 2 yildan beri. 2 yildan beri. Birinchisi Navoiyda bo'lgan-a? Shunaqa. Navoiyda hozir ham bormi? Hozir ham bor. Uncha fokus qaratilmay konsaltingga, aslida tur firma qilingan Navoiydagi. Qaysi davlatlarga jo'natasizlar? Turkiya, Germaniya. Asosiy davlatlarimiz, yana boshqa davlatlar ham bor. Turkiya, Germaniyaga. Bakalavr, magistratura? Hammasi, aspirantura, magistratura, bakalavr, foundation. Okey, nechta bo'ldi hozir? Yanvar, fevral, martda? Yo'q, faqat may oyida. Nechta? 5 ta sotuv bo'lgan, hammasini o'zim qilganman. 5 ta nechta bo'lish kerak o'zi? 50 ta bo'lish kerakdir. 50 ta. Murojaatingiz nimada? Muammo shu sotuvda, sotuv jamoamdagi tizimda bo'lishi mumkin. Keyin bir 5-6 ta mayda muammolarim bor. Shu biznes ichidagi imенно qizlar gaplashishida, jarayonda, klient bilan 0 dan 100 gacha bo'lgan etapda olib borishida muammolar bor. O'zim aniqlagan muammolarim bu. O'zim bilimimdan kelib chiqib. Okey. 350 ta 3 oyda sotish kerak-a? Shunaqa plan bor edi, planni qilish olmadi. Ya'ni birinchi oy уже bunaqa rezultat bo'lgandan keyin 350 3 oyda bo'ladigan bo'lsa qancha bo'ladi? 115 tadanmi? 116 ta, 115 tadan, ha? Shunaqa. Reklama, target, reklama. Nechta kelgan oxirgi marta? Oyiga qancha keladi? Haftasiga почти 1000 ta tushib turibdi. Haftasiga 1000 ta, bu degani bir oyda 4000 ta. Shunaqa. Lekin shu oy 4000 ta tushmadi, общий 3000 taga yaqin tushdi-da. 3000 tadan 5 ta sotuv, ha? Shunaqa. Targetga kelgan qilinmaganlar ham bor. Obro't qilinmaganlar bor. Operatorlar nechta? 2 ta operator bor. Operator tanlashda ham, olishda ham juda ham muammolar bo'ldi boshida. Shu bir 20 ta 30 tacha qiz almashtirib ishlatdim 2 oy davomida. Keyin oxiri shu 2 ta operatorga to'xtaldim. Bo'lmasa vaqt sezon o'tib ketyapti, shu uchun. Outsource xizmatiga ham bermoqchi bo'ldim. Outsource xizmati bilan ozgina kelisha olmadik. Foizlarida, fiksiyalarida. Hech kim o'ziga ishonib, uverenli kelib menga ish qilib beraman deydigan hali komanda topmadim. Misol uchun oyda oxirida bo'ldi, fiksiyangni ham, protsentingni ham olasan, lekin rezultatni ko'rsat. Birinchi oy ishingni ko'ray, keyin men senga pulni beraman. Puldan muammo yo'q deb gaplashganimda ham o'ziga uverenli tushsa, aka ishni boshlaymiz. Men sizga rezultat ko'rsataman, 2-3 oyda meni shartlarim bilan ishlaysiz degani bo'lmadi hali. Tushunarli. Ikkita operator bor. Sotuv menejerichi? Sotuv menejeri yo'q. Hozircha o'zim endi shu vakansiyaga odam qarab yurgandim. Yo'qida вообще call center'imni yig'ishtirib, outsource'ga hozirda komanda topganman, bermoqchi turibman. Chunki bu templar bilan men xohlagan rezultat sotuvga chiqish qiyin bo'lyapti. Bu raqamni qayerdan olib qo'ygansiz? 350 tanimi? Marketing jamoa bilan kelishgan holda ular menga shu raqamlarni berishgandi. Ya'ni ular bilan ishni boshlashdan avval va'dalashib, ularga beradigan ishlarning spiskasini tuzib, ular bilan shartnoma tuzib ishni boshlaganmiz. Lekin ular biznesda ichki kuxnyasiga kirib, hamma muammolaringizni yechib beramiz. Ya'ni misol uchun tizimda bo'lsa tizimda, call centerda bo'lsa call center, sotuv bo'lsa sotuvda hamma etaplaringizda yordam beramiz deyishgan. Lekin yana qaytib kelib video syomka, post joylash, target. Mana shu xizmatlarga to'xtab qoldi. Tushunarli.
120 ta 115 ta oldin qilganmisiz o'zi? Yo'q, men Eng patolog qancha qilgansiz? patolog shu 30 ta sotib o'qiganmiz bir oyda. Ya'ni viloyatda, chunki bizada viloyatda, Navoiy viloyatida muammo bo'lgan, imенно shu konsaltingda. O'zi konsalting so'zi og'riqli eshitib qolgan odamlarga, chunki juda ham ko'p mashiniklar bu sferada chiqqanligi uchun bizani O'zbekistonda gap sarafon radio tez tarqalganligi uchun har bitta mijozimizda qo'rquv bor. Yonimizga kelgan payt birinchi ochir litsenziya, ikkinchi ochir rezultat, uchinchi ochir shu mana jo'natgan bolalaringiz universitetlar. Bizada bu imенно bu muammolarga yechim bor. Shu ishonch masalasida muammo yo'q. Chunki har bitta universitetga men o'zim shaxsan Germaniyaga, Italiyaga, Polshaga, Turkiyaga 2-3 martadan borib, obzor qilib kelganman universitetlarimizni. Ota-onalar kelgan payt ko'rsatib bilaman. Mana shu yerga borib farzandingiz o'qiydi. Yotoqxonasi mana bu, sinf xonalari mana bu, o'qituvchilari mana bu deb to'liq video obzor ko'rsatib bilaman yuboradigan universitetimga. Undan tashqari yuborgan, o'zim borib kutib olgan studentlarimga ham video obzorlarni qilib qo'yganmiz. Konsultatsiya paytida, prezentatsiya paytida video obzorlarni ko'rsatamiz ota-onalarga. Чтобы vizualni уже tushuncha paydo bo'lishi uchun qayerga jo'natyapman. Lekin shunaqa xizmatlarimiz bor, full adaptatsiya, ya'ni farzandini aeroportdan kutib olishdan tortib, turar joy topib berish, keyin turar joygacha transfer, уже borgandan keyin bir kun shahar bilan tanishtirib, public transport, ya'ni o'sha mashinalarga qayerdan o'tirib, qanday universitetga borishdan tortib, universitet bilan tanishtirish. Undan keyin hujjatlari, u davlatda qilinadigan hujjatlargacha o'zimiz yordam beramiz. Mana shu ota-onalarga juda ham ma'qul kelyapti, chunki 17-18 yoshlik qiz farzandi, o'g'il farzandi bo'ladigan bo'lsa, ularda chet elga borgandan keyin juda ham ko'p informatsiya yo'q. Qanaqa qilib moslashib ketishga 3 oy, 1 yil vaqt oladi ko'pchilik. Bizning yordamimiz bilan juda ham tez, oson ishlar bitib, shu moslashishga yordam beramiz. Kontrakt qancha turadi? Kontrakti universitetga, davlatga bog'liq. Turkiyada misol uchun kontrakt narxi o'rtacha 3000-4000 dollar atrofida, ish bilan yuqoriga qarab ketadi. Germaniyada bo'ladigan bo'lsa, agar ingliz tilida o'qiydigan bo'lsa, 12000 yevro bo'ladi. Unga ham grant olishlari mumkin, o'zining shartlari bor olish grant. Zo'r gap. Yashaydi. Zo'r. 12015 dedingiz, Turkiyada qancha dedingiz? 3000-4000 dollar atrofida o'rtacha kontrakt narxi. 12.000 euro 15.000 bo'ladi taxminan. Shunaqa. 50% gacha grant o'sib bo'ladi, agar maktab baholari yaxshi bo'lsa 90% dan yuqori bo'lishi kerak. Sizlarning xizmatinglar qancha? Bizning xizmatimiz Germaniyaga standart paketimiz 500 dollar, premium paketimiz 1.5 dollar. Turkiyaga standart paket 100 dollar, premium paket 850 dollar. Pulni oldindan olasizlarmi? Da, oldindan to'lab. Okey. Vaziyatga qarab, agar sharoiti to'g'ri kelmasa 80% oldindan to'lov, agar ja bo'lmasa, o'zim gaplashgan holda mijoz bilan 50% to'lov, 50% 2 oy yoki 1 oydan keyin qilib bera bilaman. Okey. Yaxshi, zo'r. Gap yo'q. Endi auditoriyaga yuzlanamiz. Nima deb o'ylaymiz? Nimada qanaqa problema? Bitta tashuramiz. Ancha operator kam. Operator kam, okey, zo'r. Sizlar juda katta qo'yib oladi. Zo'r. To'g'ri reklama bo'lishdi. Reklama? Yakan o'zlarini ko'rib, kadrlarda balki muammo bo'lishi mumkin, yo sota olish qobiliyati balki. Sota olish qobiliyati zo'r. Call center. Zo'r, Okey, nima nomi kompaniyasi? Eurolink. Eurolink. Konsaltingdan nimasi yo'q, operatorlari o'zini mahsulotiga ishonmayotgan bo'lishi mumkin-da. Ikkita muammo deydi bu operator ishonchlik va Chunki bu nerealda, 1.5 mingta odam uchun maksimum 30 so'm birdaniga kursga Просто alo vaqtda qo'l qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Bu просто kam bo'lishi mumkin. Da. Yashil, zo'r. Bitta yaxshi va bitta yomon yangilikimiz bor. Qaysi biridan boshlaylik? Yomonidan boshlang. Yomonidan boshlaylik. Mana shu aytayotgan barcha ishtirokchilarning gaplari to'g'ri. Shunaqa. Yaxshisi Bilmasam sizdan eshitamiz deng. Yaxshisi siz bu yoqqa kelib mana shu narsani qabul qilganingiz. Qachon savdo oshadi? Qachonki bizada o'sha bo'layotgan holatga biza adekvat qarab o'sha narsani qabul qilib, ha, bo'ldi, tushundim degan kunimiz nima oshadi? Savdo oshadi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz biz o'sha planni aytganimizdek juda katta qo'shib qo'yganmiz. Siz birinchi qiladigan ishingiz 30 tani qaytarishingiz kerak. Yana 30 ta sotib qo'yishingiz kerak. Mana 30 ta bir paytlar qilgansiz, hozir 5 ta.
nima qilgansiz? 30 tani qila olgandan keyin, "Vau, zo'r, endi 100 marta qilaman" degansiz, lekin защита qilmagansiz. Mana chempion nima bo'ladi? Bir marta chempion bo'ladi, keyin nima bo'ladi? Chempionligini nima qiladi? Защита qiladi, ikkinchi marta qiladi. Jahon chempioni bo'ladi, keyin 3-chi marta bo'ladi, keyin yana nimada yoki Osiyo chempioni bo'ladi. Bir Osiyo chempionida, ya'ni 2 karra Osiyo chempioni bo'ladi, keyin dunyoga boshqaga chiqadi, keyin Guinness rekordlariga kiradi. Siz hozir sakrab olmoqchi bo'lgansiz, tizimni nima qilmoqchi bo'lgansiz? Aldab olmoqchi bo'lgansiz. Sardor aka, men o'zim O'zbekistonga qaytib kelganimga 3 oy bo'lyapti. Men birinchi filialimizda kanikul payti kelib, ochib, 3 oy ishlatib, yana qaytib ketgandim o'qishga. Men bu yerga kelganimdan keyin bu raqamlarni men o'zimdan olib qo'yganim yo'q. Men marketing jamoasini 1 oy davomida qidirdim. Ya'ni imенно kimga beraman bu ishni deb. Ularga shunaqa men zapros berdim. Menga faqat video olib qo'yib reklama yoqish kerak emas. Biznesda hamma etaplarida men bilan ishlanglar birga. Ya'ni bilimlaringiz faqatgina video olishda yoki qanaqa hook bilan ushlab qolish targeting emas. Biznesda ham bilim bor, marketing olib qidirdim. Ular bilan maslahatlashgan holda bu raqamlarni qo'ydik. Nimaga qo'ygan, qanaqa qo'yganini ham menga keltirib bergan edi. Rezultat unaqa emas. Yaxshi. Zo'r, unaqa raqamlar bor, bu raqamlarga erishsa bo'ladi va u raqamlarni marketingga bergan yaxshi. Bu juda ham zo'r. Faqat biza sekin-sekin chiqishimiz kerak bunga. Hozir birdaniga 100 martaga sakrolimiz siz o'zi ruhan ham tayyor bo'lmasligingiz mumkin. Siz o'zingiz xohlayotgan bo'lasiz, lekin tayyor bo'lmasingiz. Men ham xohlayman 100 ta sotuv bo'limi qurish bir vaqtda. Qurolman, lekin jamoam o'zi yetmaydi. Men ham xohlayman, o'tgan safar xohladim, men aytdimki, endi bo'ldi, patruj qurmayman, faqat sotuv bo'limi qurish o'rgataman. 10 ta odam yig'aman deb bang'alab tashladim. Birinchi potokimda 10 ta odam yig'ildi, keyin sizga 7 ta yig'ildi, uchinchisi 3 ta yig'ildi. Mana hozir sizlarni oldingizga o'tibman mana. Ya'ni biza nima qilishimiz kerak? Bilishimiz kerak, o'sha narsaga tayyorligimiz. Har qanaqasiga raqamlar zo'r, ko'p narsani qilsa bor. Konsalting ko'p. Va yana bitta eng yomon tarafi, hozir konsalting, ya'ni chet elga jo'natadigan kompaniyalar juda ham ko'p. Sizlar ular bilan raqobatlashasiz. Demak, birinchisiga qiladigan ishingiz, siz 30 tani qaytarishingiz kerak, yana 30 ta sotishingiz kerak. Hozir 350 tani fikringizdan biroz nima qiling, endi xafa bo'lmaysiz, ozgina sizni nima qilamiz, demotivatsiya qilamiz. Nimaga? Keyingi safar o'sha raqamlarni tayyorlashingiz uchun. Ya'ni siz hozir 30 tani iyunda qaytaring, iyulda 30 ta qiling, avgustda 30 ta qiling. Nima deb o'ylaysiz, qila olinglarmi? Necha raqam chiqadi? Kelinglar, real fikrlaymiz. 15-20 bo'lsa Birinchi oy bir 12-15 ga chiqishingiz mumkin. Ikkinchi oy 20 ga chiqishingiz mumkin. 23-27 qilasiz, 25 qilasiz, ya'ni shu raqamlarga yaqinlashasiz. Keyin u mashinaga qarab turib keyin ketasiz 30 ta. 30 tani qilganingizdan keyingi raqam necha bo'ladi? Keyin 50 ta reja qilsa bo'ladi. 50 ta reja qilganingizdan keyin 40, 38, 45 boshqa chiqadi. Keyingisiga keladigan bo'lsa, siz hozir o'zingiz yaqinda 3 oy bo'ldi qaytib kelganingizda, o'zi doim biznesni boshlaganimizda nima bo'ladi? Hammasi zo'r bo'ladi. Men ham boshlaganda do'stlar 7 oyda 12 kvadrat metr ofisdan nimaga chiqqanman ana. 180 200 kvadrat ofisga o'chib ketganman. Ketmonim shunaqa uchgan, odamlar kelib shartnoma tuzyapti. Oldimga kelyapti. O'qitish kerak desam, nech pul? Mashcha bo'ldi. O'qitish kerak nech pulman? Birdaniga zo'r eng top kompaniya. Chunki call center deganda yo'q edi, umuman nima yo'q edi. Keyin wow, zo'r ekan, mazza ekan va bir umr shunaqa bo'ladi deb o'ylaganman. Har doim biz ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsak yoki nimadir o'rganmoqchi bo'lsak, boshida zo'r o'qishadi, to'g'rimi? Wow, zo'r ekan, boshqa ekan deb o'zadi. Keyin nimadir bo'ladi? Ingliz tili ham cho'ta rivojlanish bo'lmayapti yoki Go'dani chiqarmoqchimiz boshida ajralishi boshlaydi, u yog'iga o'smay qoladi Go'da. To'g'rimi? Yoki nimadir o'rganamiz demizda boshida yaxshi bo'ladi, keyin nimadir bo'lmaydi. Bu hammada 100% bizneslar mana shunaqa rivojlangandan keyin nimaga tushadi? Nima deydi bu narsaning nomi? Yama deydi. Yamaga tushamiz. Yamaga tushgandan keyin faqatgina 10% chiqib ketadi. Qolgan 90% bilasizlar nima qiladi? Boshqa biznes qiladi. Boshqa biznes qiladi. Otda ham zo'r o'xshaydi, yana bu yoqqa tushadi, yana yopadi, yana boshqa biznes. Yana vosh qarabsizki 50 ga kirganda 90 ta biznesni pulatgan multimillioner bo'lib chiqasiz. Tushunarliga shunga o'xshagan narsa. Sizni hozir nimangiz, Mamtga kelgansiz, boshida zo'r o'xshagan, endi bu yog'iga Mamtda chidash kerak. Og'riqlarga, boshqalarga. Va yana bitta ikkinchi ko'rsatkich. Atrof muhitdan ko'p narsa kutmang. Mana hozir marketologlar mamna qildi, natijada
deb qolyapmiz. Ya'ni siz xohlagan narsa nima bo'lmadi deyapsiz. Siz baland kutuv qilib olgansiz. Baland kutuv qilmang. Chunki baland kutuv qiladigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Orzu qilib qo'yasiz. Men ani 1 million dollarlik aytmadim. 1 million dollarga sotganmiz. 7% qancha bo'ladi? Olganmanmi, yo'qmi? Nimaga? Chunki men talaba bo'lganman, 70 ming dollar kartamga haydayman deganda, studentskiy kartaga SBI State Bank of India degan bankdan menga chaqirib, kimdir senga 70 ming dollar o'tmoq. Endi katta pul bo'lib ketadi. U rupiyda, вообще katta bo'lib ketadi. Bizga o'xshab millionga yaqin pul bo'lib ketadi. Nimaga kimdir tashlayapti degan. Keyin men ham ochiqchasi aytib qo'yaman. Tarjimada qatnashdim, bittasi sразу siquvga olib turib, bo'g'ib kompaniyaga sanksiya jo'natib, jo'natmaydigan qilib qo'yishgan. Keyin u odam aytganki, nimaga jo'nat? O'zbekistonda tadbirkor top, O'zbekistonda men kompaniyangga jo'natib beraman, pulni dollarda sen yechib olasan degan. U payt 2013-2014-yil u payt bu narsani iloji yo'q edi. Odamlar qo'rqardi. U payt dollar farqi ham boshqa. Ko'chaniki bilan bankga 2 barobar farq qiladi. 70 ming dollar birdaniga 35 ming dollarga aylanib qolgan. Toshkentda hech qanaqa tadbirkorlar bo'lmagan. Meni nima qiladigan? Chunki ota-onamiz davlat ishida boshqada bo'lgan, ola olmaganman. Tushunarli, o'sha kutuvni nima qilmang, sekin-sekin. Doim nimadir qilmoqchi bo'lsak, sekin-sekin birinchi bitta ko'rsatkichni himoya qilamiz, keyin ikkinchi ko'rsatkich, keyin uchinchi ko'rsatkich. Keyingisi bu nima tarafi? Nima desa bo'ladi? Gumanitar tarafi. Endi keling raqamlarga qaytamiz. 30 ta operator qilish uchun haligi formulaga tushiramiz. 12, 80, 10% esinglardami? Ya'ni sizga aytaylik 3000 ta lit keldi. Menga kalkulyatorda hisoblab berib turinglar. 3000 ta lit keldi. 12% sifatli lit. Qancha bo'ladi? 360. Wow, zo'r. 360 ta sizga sifatli lit. 360 tadan 80%ni nima qilishingiz kerak? Semenga chaqirishingiz kerak. Semen nima sizda? Semen manda konsultatsiya. Konsultatsiya, ya'ni sizni oldingizga kelish. Bo'ldi. Siz nechtasi keladi? 298. Yo'q, 288. 288 tasi keldi. Aha, 10%. Nechta bo'ldi? Ko'rdingizmi? Ilohiy kuchlarni qarang, qanaqalik 30 tani zashita qiling dedim, mana sizga 28 ta. 288 dan 28 u 8 a? Mana sizga 28 ta sotuv. Ko'ryapsizmi? Nimaga bekorga betga kelmaysizda? 30 tani zashita qiladigan target ko'rgansiz boshlagansiz. Tushunarli, endi sizning holatingizda 10% emas. Nimaga? Nimaga bu qanaqa bo'ldi? Ha? Operator kamligi mayli. Semini yo'q. Chunki hali sotuv tizimlashmagan. Tizimlashmagandan keyin mana shuni qilgan taqdiringizda ham siz mana bitta 80% ni chaqira olmaysiz, qanchasini chaqirasiz? 50% ni chaqirdik deylik, ha? Yoki 30% ni chaqirdik. Bizda brenddan bo'lib qoladi ko'p klientlar. Lekin Toshkent shahridan bo'lgan klientlarni topish targetda juda ham qiyin bo'lyapti. Imенно shu Toshkent shahriga yoqsak ham brenddan bo'lib qolyapti. Biz onlayn konsultatsiya beramiz ularga. Yashang, bo'ldi. Har qanaqa qiyinchiliklardan nima, bitta oltin qonun eslab qolinglar, har qanaqa qiyinchilikdan nima qilishimiz kerak biz? Imkoniyat izlashimiz kerak. Bo'ldi. Ko'chada bozordan pul qochdi. Nima qilishimiz kerak? Nima imkoniyat qilishimiz kerak? Imkoniyat qilishimiz kerak. Ko'chadan pul qochgandan hozir hamma nima qilyapti? Targetdan, reklamadan pulini olyapti. Reklamaga pul tikmayapti. Siz pul tiking. Bozorni tez sotib olasiz. Mana biz hozir reklamani o'chirmayapmiz. Ya'ni tushunyapsizlar, ya'ni o'sha payt siz reklamani banglashingiz kerak. Chunki siz raqobatchilar katta kompaniyalar yo to'g'ri, noto'g'ri yoqish haqida o'ylamanglar. Yoqinglar prosta bo'ldi. Odamlar ko'rsin sizlarni borligingizni, tushunarliga yashanglar. Ya'ni biza yarmini olgan taqdirimizda 360 yarmi, 100 qancha? 180 ta. 180. 180 tani 10% emas, 5% ni oladigan bo'lsak 9 ta. Tushunarli, mana shundan boshlab qo'ya olasiz. Endi kelinglar biza nima qilamiz? 180 ta uchrashuv qilishga 30 ga bo'lib olinglar, necha bo'ladi? 60. 180 ni 30 ga bo'larsak 60 bo'ladi. 6 bo'ladi. Bu degani kuniga 6 ta konsultatsiya qilishingiz kerak. To'kilib qolasiz, birat 6 ta konsultatsiyaga. Shunaqa. Nima qilish kerak? Ko'proq konsultatsiya beradigan xodimlar olish kerak. G'amni yerda ko'paytirish kerak. Shunaqa. Aka, bizda xodim olishda muammo bo'lmadi. Bizda misol uchun joyimiz ham bor edi 4 ta 5 ta operator qo'yishga. Lekin men birinchi ko'rmoqchi bo'ldim, ya'ni shu ikkita bilan boshlab qanaqa rezultatga chiqaman. Agar bu o'xshaydigan bo'lsa, sразу budjet ajratib, yana 4 ta 5 ta xodim qo'shish, o'sha
kompyuter joyini qilib berish muammo emas edi. Lekin bu ikkita bilan men rezultat ololmadim. Ya'ni o'zim qurib, o'sha bilimli odamlar chaqirib, biznes konsultantlarni chaqirdim 2-3 marta. Yaxshi taniqli biznes konsultantlarda o'qib chiqqan bolalar keldi. Ular bergan maslahatlarni ham ishlatishdi, yo ishlatishmadi, bilmadim, chiqib foydasi bo'lmadi. Unaqa men xohlagan rezultatni ololmadim. Shu uchun ham hozir mana shu oyda oxirida shunaqa qarorga keldim. Bitta komanda bor ekan. Qanchalik ularning gapi ham to'g'ri bilmayman, lekin maslahatlarni oldim. Faqat universitetlar, konsalting o'quv markazlariga bola yig'ib berar ekan ular. O'zining jamoasi bor ekan, 30 dan ortiq. Yo'q, boshqa. Kimligi muhim emas. Shunaqa. O'sha jamoa menga hozir aytishdi, va'da berishyapti. Ya'ni birinchi oy maksimal harakat qilib sotuvlargacha qachab chiqib olishga, o'sha 2-3 oydan kuniga 5 tagacha sotuv va'da berishyapti. Ya'ni meni taklifimdan kelib chiqib, nimaga mendan olishlari kerak degan savolga menga aniq javoblarim bor. Boshqalardan nima farqim bor? Bozorga 10-chi emas, 11-chi bo'lib kelayotganim, ya'ni boshqalardan farqim borligini men ularga tushuntirib berdim. Zo'r. Ota-onalarga ham har taraflama boshqalardan ko'ra yaxshiroq taklif berishimizni tushuntirgandan keyin bu menga o'zining raqamlarini aytdi. Zo'r, gap yo'q. Yashing. Mana shu borada aytaman, siz hozir bu biznesni boshlaganingizga 3 oy bo'ldi. Toshkentda boshlaganingizga 3 oy bo'ldi va birdaniga jamoa shakllantirishga, jamoa yig'ishga, kimgadir shu narsani qilib berishni xohlayapsiz. Nima qilish kerak boshida biznes boshlaganda? Mana siz o'zingiz keldingiz, nima qilish kerak boshida? O'rganish kerak. Boshida o'zingiz qilasiz. My sales degan tushuncha bor. Nima degani? O'zimning sotuvlarim. My sales o'zim sotuvga sizdan boshqa hech kim javobgarlik yo'q. Hamma bir dunyo va'dani beradi, bolalar qiladi, men qilmaydi demayman. Qiladigan bolalar ko'p. Toshkentda juda zo'r sotuv qiladigan kompaniya bor, men o'zim ham taniyman. Shaxsan o'zlari outsource qiladi, faqat siz bu narsani o'zingiz o'tib olishingiz kerak. Va siz o'zingiz o'tib olmagunizgacha, men jamoani shakllantirishingizgacha nima emas. Siz hozir mana shu ikkita qiz bilan qanaqadir bir natija qilgansiz, qilgansiz, 5 ta ham bu sotuv. Siz o'zingiz sotgansiz. Hammasini o'zim sotdim-da, lekin siz o'zingiz sotdingiz, lekin ular gaplashib uchrashuv qilib berganmi? Shunaqa uchrashuvda lidlar bilan, halol lidlar bilan gaplashib, onlayn uchrashuvlardan nasib. Ya'ni uchrashuv qilib berganda, seminarni sota olganda o'sha ikkita shunaqa. Bo'ldi, ikkita qiz sizga 5 ta sotuv qilib bergan bo'lsa, siz 5 ta sotuv qilish uchun nechta odam bilan gaplashdingiz? 6 ta shunaqa odam bor. Ya'ni sizning ko'rsatkichingiz uchrashuvga kelgan odamni siz nechtasini sotyapsiz? Ya'ni 80-90% ga sotyapsiz. 6 ta uchrashuv. 6 ta uchrashuv qilish uchun ular nechta odam bilan gaplashdi? 6 ta. 3000 tadan 2000 tasini naprotiv 4000 tasi qolib ketganda hisoblaylik-a? Shunaqa. Bo'ldi. 2000 tasidan 12% ni chiqarib tashlaymiz. Sifatlisi qancha qolyapti? 10, 200, 12, 240 mi? 240 ta. 240 tadan sizga nechta nima qilib bergan? 6 ta uchrashuv qilib berdimi? Endi uchrashuvlar soni 6 tadan ko'p bo'lgan, chunki o'zlari ham uchrashuv qilishgan. Men bo'lmagan. 10 ta bo'lganmi? Shu bir oy ichidami? Mana shu 5 ta sotuvingiz bo'lgan paytda 12 ta bo'lganini hisoblaylik. Da, uchrashuv 12 ta bo'lgan deylik. No, men o'zim imенно uchrashuv qilganlarim shu 6 tasidan 5 ta klient xarid qildi. O'zi pullarini to'lab universitetga. Mana 240 tadan 12 ta uchrashuv qilgan, necha foiz bo'lyapti? 5% mi? Ya'ni sizga sifatlilikdan 5% ga nima qiling? Demak, seminda nima bo'lyapti? Seminni zo'r taklif qildi. Keling, unda men sizga bitta uchrashuv tashkil qilsam, mutaxassisimiz, ya'ni o'sha yerda o'qib kelgan G'anishir aka degan aka bilan uchrashuv belgilaymiz. Ular sizga chet elda o'qish uchun nimalar qilish kerak, qanaqa qiyinchiliklar bor, qanaqa qilib bu yoqqa viza olish mumkin va qanaqa bu qiz o'qigan paytingizda nimalar bor, shu narsalarni hammasini tushunib beradi. Natijada o'qish-o'qimaslikni o'zingiz hal qilasiz. Bemalol u narsa konsultatsiyamiz odatda $200, $300 turadi. Uni ya xizmatingiz $500 turishini yoki $300 turishini, $1,500 turishini aytmaysiz. Birinchi chaqirib olasiz. O'sha narsani zo'r qiladigan bo'lsa, keyin sizda sekin oshadi. Hozir bizda sifatlilikdan seminga olib kelishda ham nima bor? Ya'ni nima xato bo'lyapti desangiz, ular ham to'g'ridan-to'g'ri sotishga ham harakat qilyapti, to'g'ridan-to'g'ri uchrashuv. O'sha narsani to'g'ri. Va maslahatim sizga birinchi o'zingiz jamoangiz bilan qanaqadir bir sotuv qo'ying. Keyin jamoani yollaysiz yoki jamoani yollaysiz, ular mustaqillikda, siz o'zingiz mustaqilsiz, bir-biringizga raqobat bo'lasiz. Shunaqa qilmoqchiman. Hozir siz aytgan ishni qilyapman. Ya'ni o'zimni men yana bitta komanda olganman. U odamlar 3 ta ayol kishi, yoshlari 40-45 yosh atrofida. Ularning vazifasi maktablar, universitetlar, litseylar, o'quv markazlariga borib,
shu o'quv markazi egasi, maktab direktorlari bilan shartnoma tuzib, bizga faqat встречаga odam tortib berish bo'lyapti. Ular bilan bir haftacha oldin ular bilan kelishib olib, shartnoma tuzib, o'sha rezultatda bo'lyapti. Bizga сразу прямой bizning flyerlarimiz bilan bolalar kelyapti, maktabdan, o'quv markazlaridan, litseylardan va ulardan kelgan klientlar намного konversiyasi ham baland, kачествоsi ham yuqori bo'lyapti lidlarga qaraganda. Ular haqiqatan muammosi bilan, problemasi bilan kelyapti. Qayerga topshirishini bilmagan, nima yo'nalishda kelajakda kim bo'lishini bilmaydi. Meni yonimga kelgandan keyin to'g'ri maslahat berib, to'g'ri universitet tanlab bergandan keyin sразу foto qilib, уже ota-onalarini keyingi uchrashuvga tortib, agar ota-onalar chet elda bo'lsa onlayn qilib berib, shunaqa Zo'r, gap yo'q. Yashang. Qalisher aka, demak qiladigan ishingiz birinchisi 30 tani himoya qilishingiz kerak. Ikkinchisi mana shu ko'rsatkichlar bo'yicha siz raqamlarda hisoblab chiqishingiz kerak. Uchinchisi siz jamoa yolladingiz, faqat o'zingiz ham mana shu narsani yashab o'tishingiz kerak. O'zingiz shu sotuv jarayonini to'liq yashab chiqishingiz kerak. O'sha ikkita qizingiz bilan o'zingiz qanaqadir ko'rsatkichlar qiling. Mana shu 12%, 80%, 10% degan ko'rsatkich qiling va jamoani ham shakllantiring. Xo'p, faqat birinchi o'zingiz to'liq shu sotuv bo'limida. Chunki ertaga siz oldingizga menejerlar kelaveradi, marketing bo'limida kelaveradi, unisi bu dunyoni va'da qiladi, buni qiladi, lekin siz o'lchash va sotuvni qanaqa qilish jarayonini bilib olmasangiz, ertaga siz o'sha natijalarga erishishingiz va har safar qanaqadir xarajatlarga tushishingiz nima qiladi. Siz hozir tadbirkor bo'lib ketmoqchisiz, siz menga qilib bersa, men hamma narsani takoy tashlaydi, menga jamoa qilib bersin deb, u yoq bersa menga отчет bersin deb. Ya'ni siz tezroq biznesmen bo'lmoqchisiz. Va yana ichingizda ozgina o'sha egoingiz bor, lekin u narsani qilishdan oldin siz o'zingiz balandpastliklarga hammasiga tushib, terlab o'zingiz qilib. Men ishimni qanaqa boshlaganman? O'zim boshqa operator bo'lganman. O'zim buxgalter bo'lganman, o'zim shartnoma qilganman, o'zim gaplashganman, o'zim uyda turib notebookim, mana haligacha o'sha notebookimni ishlataman. O'sha notebookimda o'zim переговорlik bor, o'zim call centerda telefon qilib, o'zim qilaman. Bitta o'zim bo'lganman. Yaqin bir 3 oy shu ish bilan shug'ullanganman. Anonim qo'ng'iroq 6 oy boshlovchi bo'lganman, keyin ish boshlaganman, keyin bitta operator bo'lganman, ikkita operator bo'lganman. Nimaga bunaqa narsa qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Opit o'zingizda bo'ladi-da, o'zingizni kechirib yashang. Opit bu yo'l xavfsiz yo'l. Haligi hozirgi yo'li zo'r, yo sizni millioner qiladi, yoki nima qiladi? Yoki minus millioner qiladi. Minus millioner qilsangiz, minus millioner bo'lsangiz ham yaxshi, zo'r dars bo'ladi, mazza qilasiz, faqat vaqt yo'qotib qo'yasiz. Hozir 23 yoshsiz, farqi yo'q, 27 yil shunaqa qilsangiz bo'laveradi, bir 30 yoshgacha bundan keyin charchasizda yo'qsiz. O'shaning uchun egoni ozgina nimaga suramiz? O'zingiz addushi bitta qilasiz, keyin o'sha jamoani nima qilasiz? Chunki hozir sizda ular bilan muzokara qilish, ularni boshqarish, ularni qanaqadir bir ko'rsatkichlarini olish bo'yicha hali ko'nikma shakllanmagan shunaqa to'ppa-to'g'ri. Va siz ulardan nima so'rashni bilmaysiz. Ular sizga mana buni qiling deb natija bo'lmaydi. Agar siz o'sha narsani hammasini bilib olganingizdan keyin siz mana misol uchun men Kamilga aniq tizim qo'yaman, zadachi qo'yaman. Agar lidim, zaявкам yoki murojaatim noto'g'ri bo'lsa, men uni ayblamayman, men o'zimni ayblayman. Men noto'g'ri vazifa qo'yganman. Bolalarga ham vazifa beraman. Siz buni boshlaysiz. Men bo'ldi, menga qizig'i yo'q, 45 ta o'zingizlar qilib bering. Kalonkani mana kerak bo'lsa o'zim gaplashaman. Kamchilik bo'lgan, men bolalarga tizimni noto'g'ri berganman. Hamma narsani tashkillashtirib, kolonka bo'lmagan. Kechqurun 11 da akamiz baraka topsa, o'yinchiga qadar o'tirganman. Bog'xonada mana Sanjar aka bilan tanishib oldim. Mana mikrofonlar, yo'q mikrofon. Nima hatto kimda? Hozir jamoam salla bitta tashkiliy ishlarni qilishni bilmasa, tavba qildim deb xafa bo'lib yurishi mumkin. Yoki tizimni, ya'ni vazifani men o'zim bermaganman. Nima bo'lish kerakligini aytmaganman. Bularning ham tajribasi yo'q, birinchi marta biznesga olishga qilishyapti. Shunaqa, men o'zim biznes universitetida o'qiganman, ixtisoslashgan universitetda, lekin u yerda o'qigan bilimlarimni bu yerda почти 95% ishlata olmadim. Bizning bozor bilan u yerdagi bozor вообще boshqacha. Men Germaniyada ishlagan ishxonamda operator bo'lib ishlaganman o'zim. Biznes egalariga, biznesmenlarga software, ya'ni shu programma taklif qilib, ularni uchrashuvga chaqirib, o'zim uchrashuvga borib, tushuntirib berib, shu programmani ularga sotardim. O'zim ko'nikmalarim bu yerda ishlataman desam, ozginagina qiynaldim. Nimaga? Nima bo'ldingiz? Mentalitet birinchi o'chirit, ya'ni buni umumiy bitta tushunchasi bor. Because it's Uzbekistan, baby. Shunaqa. O'zbekistonda hamma narsa. Siz Germaniyada ishlaganingiz zo'r, Germaniyada tayyor tizimning ustida siz qaysidir bo'limda o'zingiz vazifangizni bajargansiz. Hozir siz o'sha tizimni ko'rib olganingiz zo'r, o'sha tizimni siz ishxonada qurasiz. Biz ham shunaqa, men ham Hindistonda o'qiganman. O'sha tizimning ustida ishlaganman, lekin men ham bir kunda nima bo'lib ketmadim, yulduz bo'lib ketmadik. Biz ham hozir quryapmiz.
Biza ham hozir hatto o'zimning ichimda ham sekin nima qilamiz shakllantirib. O'sha bilimim pastligi именно shu boshqaruvda, xodimlar bilan gaplashishda, xodimlar yollashda shunaqa bilimlarim kam bo'lganligi uchun o'sha asosiy treninglarga borishni, dars olishni boshladim hozirda. To'g'ri yo'ldasiz. Men unda sizga nima tilmayman, omad tilmayman. Hozir ko'p vazifalar berib yubormaymiz. Birinchi qiladigan ishni 30 tani qaytaring. Mana raqamlarni bildik. Tezroq tadbirkor bo'lishga shoshiling. Hozircha o'zingiz shu narsalarni qiling. Hali vaqt keladi. O'zingiz alohida jamoani boshqarish qilasiz. Faqat 3tadan boshlaysiz. Operatorlarni hozir 2ta bilan mana shu ko'rsatkichni ko'ring. Ya'ni qanaqa 5 tadan 10 taga, 10 tadan 20 taga chiqaring. Keyin undan keyin keyingi qadamlarni qanaqa qilib masshtablashish, qanaqa qilib kengayish haqida gaplashamiz. Qaror o'zingiz qabul qilasiz. Xohlasangiz birdaniga mana shunaqa jamoa bilan shakllantirib, bir nechta marotaba faillar bo'lib, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka erishib keyin erishasiz. Bittada erishib ketishingiz ham mumkin. Bu nima? Bu o'zingizni tabiatingizdan kelib chiqib, xohlang sekin yo'l bilan tanlang. Misol uchun men risk qilish yaxshi. Men doim davay deyman. Davay deb turib, mana minusga kirib ketgan joylarim bo'lgan. Bir xil ekanmiz, ularga ishongan. Shu yo'l tanlashingizda bo'ladi. Xohlasangiz nima, lekin hozir 32 ga kirgandan keyin hozir davay deyishga ozgina qildi, charchab qoldim. O'shaning uchun sekiroq. Siz yashaysiz. O'sha o'rinda ham sizda sekiroqni bilasiz-a? Biz bosayotgan paytimiz hozir. Bosi. Faqat o'sha nimangizni bilib oling. Qanchagacha minusga kirishga tayyorsiz? 50 ming, 100 ming, 200 ming. Bu ham yaxshigina dars bo'ladi. O'sha aytganimizdek qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Foydali bo'ldimi? Foydali bo'ldi. Rahmat. Rahmat kattakon. Mana shu yerga tanishganimga xursand bo'laman. Rahmat. Rahmat.